Assalomu alaykum obunachilar va bizni kuzatayotgan aka-ukalar va musofirda yurgan aziz birodarlar. Samarqand shahar Balxiyon mahallasiga o'rnatdik. Darvozalarimizni, ma'lumotlarini, ochilib bekilishlarini, listlarning qalinligini va 26-yilda nech pul narxi hammasi haqida ba'zi hozir ma'lumotini berib o'taman. Bundan oldin sizlarga darvozalarimizni bir ochilib bekilishlarini ko'rsatib beraman. Darvozamiz 90 gradusga ochiladi. 2 qavatli, shumkali, listlarning qalinligi ikkilik variantda. Videochaga shu yonga o'ting, mana orqalarini ham ko'rsataylik. Orqasi qanaqa deganlarga. Orqa holati, orqa foni tekis holatda, uyingizni vidini buzmaydi, navbar ochib beradigan holatda, skromniy shaklda kraskalar sepib, motiv tayyorlangan holatda. Darvozalarimiz ochilib bekilishlari 90 gradus. Listlarning qalinligi ikkilik. Endi bunisiga ketdik. Darvozamiz qalinligi ikkilik holatda tayyorlaganmiz. Listlarning qalinligi ikkilik, orqa oldi ko'rinishi to'liq ikkilik variantda bo'lgan. Kvadrat metri 1,650,000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka ustunovkasi mutlaqo tekin olib borib, xuddi shu holatda ustunovkasini ham qilib beramiz. Bu darvozamiz ochilishlariga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Uyaltirmaydigan kraskalari ham devo kraska 3 sloy sepilgan, gruntovka, chorniy va chistovoy mana kraskalar sepib berilgan.